Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, din qardoshlar. Endi hozirgi zamonda bilaman ko'pchilik aka-ukalarimiz, shopir aka-ukalarimiz, ofislarda o'tirib ishlovchi aka-ukalarimiz prostatitdan, gemoroydan, adenoma kasalliklaridan qiynaladi. Kerak bo'lsa bir kunda 6 marta, 7 martalab hojatxonaga singani kiradi. Prostatit, adenoma, gemoroy kasalliklaridan qiynalayotgan aka-ukalarimiz uchun, erkaklik quvvati tushib ketgan aka-ukalarimiz uchun Andijon shifo avtoegari juda katta yordam beradi. Birinchidan, bu avtoegarni olasiz, o'tirasiz. Bu massaj qilish hisobiga, prostata bezingizni massaj qilish hisobiga siz juda ko'p kasalliklardan xoli bo'lasiz. Adenoma kasalligi hojatxonaga ko'p yengillikka kirishlikdan sizni davolaydi. Erkaklik quvvatini birinchi o'rinda ko'taradi. Gemoroy kasalligini bo'lsa yo'qotadi, yo'q bo'ladigan bo'lsa gemoroy kasalligiga chalinishni oldini oladi. Bu avtoegarlarimiz shunisi bilan mashhur. Fura minuvchi, og'ir yuk moshinalar minuvchi aka-ukalarimiz uchun tavsiya qilingan avtoegarlarimizdan biri. Bunisi naturaliy meh qo'yilgan Andijon shifo avtoegarimiz, birkalari bo'ladi o'zini. Tepasiga naturaliy meh qo'yilgan bo'ladi. Adenoma, gemoroy kasalliklaridan qiynalayotgan bo'lsangiz, hojatxonaga ko'p siyishga qatnayotgan bo'lsangiz, erkaklik quvvatingiz tushib ketgan bo'lsa, mana sizga oddiy yechim Andijon shifo avtoegarlari. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. Telefon raqamlarimiz profilimizda bor.